razı oldum. Sen iş koluma? Ben tıkı İbo'nun mektep kettim ki deptim ben. Bir kış doğru bir yapan kere. Fabrik bende. Vas kılıp neçe olup edini bir koysana. Üstüne kapkılmaydıgan buludu. Sen isti kaptı canım. O hap olmana canım. Merbiye'de hap olmana canım. Hap olmana. Oy nakıl kaptı kuşya okşama canım. Oy ben kallam fakat çayda emez. Karam. Vay ben aslında sizni torsit alaydım oylagandım. Lekin yolda iz qilib, shunda test qaytib keldim. Qarsam siz yo'q. Shuni sizni yana izlab olgandim men. Gelirim Ruslan. Qasam sprayma. Tıkta otlan gibi beni kaçır bulmay. Bak. Bak konuşma ama. Bak. Hadi küçük kaldık. Hadi. Ana eskime. Bak. Çatma bana. İçine bayatın kelgedim. Soqchi mikan? Yo'q, soqchi emasga. Qani, qo'ysi bir shirkatning odami dedi u. Mana. Yan cho'chilar qo'shinnomikan? Bunda emas-ku. O'tig'ib qurollar birlashib o'g'irliklarni yo'qotish kerak dedi. Voy sizni bog'u qahramon deydi qora. Meni? Ha. U yana kelib mening mahsulotlarimga qiziqib, bir muncha pul chiqarib, mahsulotlarimni setolma dedi. Men bog'u u mahsulotlarni tunishib o'qib, pulni qo'yib ichga dedi ha. Qo'ysiz. Pul qani? Voy, uncha chiqib buni qana qo'qmay olma. Kendida qo'qlab chiqib qaytarayotdim shu. Ha bo'pti. Undaqda mening mahsulotlarim qani? Olmay qoldi. Uzandı qandayga. Yarasini charchab ketdim jimo. Men qiziq bir stakan qahva ichib obdan aramamsam. Ma'qul.
Kahve içip aram ediyorsun ha canım. Fazla az kahveni özüm demlep bireyim. Siz yatak uykum aram hep durun. Hemen kahveni demlep çıkıp sizin bedellerinizi oynak koyuyor. Vay bu halde aram aldıgan giyiz kömeğimiz ha. Sozu bir eğitiydin ha canım. Hadi kırma ha. Makul. Ha? Estağfurullah. Ne diye? Ha? Ne bu? Uy gözüm qarab baqirab ketdingiz ku. Qodir. Chiroyingizni moda satishgacha sodiga bo'pti. İşte bu mutlu. Voy ne bo'ldi? Voy ne bo'ldi sodi? Kuttu. Ay kapıda kuttu. Ya bak adını için tukuptu. Ay şu kuttu aynı. Mumkin emas. Elchixona tug'alaydi. Ay bana bak giyip şuradan depti ku bana. Balkim pitni yig'adi. Akşama bir kere Ulan ben bunu... ben seni tug'alaydim. Ay bu Ben de ödük çıkartıdan veremezsin. Bana. İyi bu batlaman dil qilg'alida xabar babatni beraman shuni bir ko'rayjinim. Keçirsiler. İşkinla o çıkancımı kiriyi verdim. Ben. Hadi, ben sizi bu yakın tepege yılkı qilg'alitadan. Bu ye Kadir. Sizi tapmak, pul tapmak değil mi teske? Kadir. Ben satırım pul vermeyi ele baktım ha. Vay ben bir yapak dedik hep kalkışmandım ha. Vay hiç kısa yok. Siz aldırma yer verin. Kadir ben sizden kayıp kayınız değil mi? Bu. Kadir efendim gızalanıvatkan bu olsa. Ya, bu adet ondan neslinden o bağlı. Hiç kısa yok. Ben nurgun adamlarının gez görüşü yakış görmeydi kalıkını üstüme. Lekin bu ezelden bu adamın bunu yiydi lan. Vay bu gezip bu. Hey, bildim. Bugün gezken zavdi yan çıkan tek seksiz yer. Uy, eğer ben su açık altında çarpacağım. Doğru ben çıkarsam Allah'ım kalsın yine. Uy, beni bir yer köygende kılamsız. Uy, şu, benim çırayım pek yakımda koğaşka, hammadan bir yer köygende kılıdı. Lekin köpün çalette hata tunup kılıdı. Uy. Kadir, yeli bağakça sizden yeninizdi mi? Uy. Kadir ne oldu? Kadir. Kadir, aldırmayın. Temkinlikleri kusun. Oy. Çatak yoktu. Kadir, sizni sal qavartib qo'ydim ha? Oqshommi kiraqlanmadingiz akcha? Bu nima dedingiz? Kadir, biz sizin yardımınızga muhtaç. Ha? Vay qarang, men sizlarga yordam qilolmayman. Yo'q. Oye, kechirsiz, edepsizlik bo'ldi. Siz cho'qim yordam qila olasiz. Siz degan bizning qazg'uvchimiz. Nima?
Hadi. Siz xotinlaringizning biri ishni sezib qilishni xohlamaydigansiz? Hey. Siz o bağakçının işini qanday bilsiz? Ha? Men saqchixonadagi do'konatdan ko'rdim. Ha? Voy, men uni aytdim, saqchilarım demagan tursa. Voy, nima saqchiq demagan? Voy, to'xtang, siz hadi kim? Nim qilmoqchi? Asta. Men sizga udulli dey. Men çok qarang, xalq uchun yaxshi tilama. Men degan bir jamiyat arbobi. Erbab? Qodir efendim, tünügün akşam yüzdagi ishning murakkabdiki sizning xiyolingizni eshib ketgan. U bag'atchi degan bir paket. Siz u bag'atni yo'qasangiz, paket yo'qotgan bo'lasiz. Bir qonun xilaf siz bilan tet. Ya, meni undan yurtim yo'q, qara. Eli qapasqada ishtimini asliyamizcha. Uni to'xtang ha. Ras, hammani qilgan iliq ishi. Voy, yat. Bu unda siz o'ylagandek oddiy ish emas. Qodir, men sizga bir oddiy usul bilan tushuntiray. Men bilaman. Bularni ham ishlatmaydigansiz? Ay. Voy, bu hammani 3 qavatda bo'lganda. Man qarang Qodir. Mana bu bir el-ihram shakl. Buning eng yuqorisi cho'ngam, ya'ni lauta dereceli adamlar. Bularning hammasi bosh direktorga o'xshash bizdan qo'shindim. Ha? Voy, ularning qo'shig'iga to'g'ri. Bu o'rta qatamliklar bo'lsa, 2 va 3-darajali akamlar. Bularni yuqorgi cho'ngamlar bevosita boshqurdi. Bular bo'lsa to'g'ri qatamlikda ushaq sho'rqalarni boshqurdi. Bu ushaq sho'rqalar har qaysi bozor, avtobus bekatlar, ko'cha, bulung chiqaqlarga kengchitilgan. Hozir hukumatimiz bularni zo'r kuchlar yo'qitishni tashabbus qilyapsa, albatta biz bu qo'sh qo'llab qo'llaymiz-da. Gap qanday yo'qitishda? Çoğamdan bevosita qo'rqish mumkin emas. Chunki uning aktyorligi eng kuchli. Uning ustiga o'z bevosita ish qilmag'achqa isbotlab bo'lolmaydi. Bu ushaq sho'rqalar ko'p ham o'rin turasiz. Shuni ularni yo'qotish ancha mumkin emas. Shunga birdan-bir amal 2 va 3-akamlarni ishlash boshlash kerak. Bularni yo'qotganda yuqoridagilarni boshqargan askar yo'q, tovandagilarni boshqargan boshliq yo'q. Bu al-ihrom qilinish munosabat buziladi. Shuning bilan vaziyat tuziladi degan gap. Uf, voyga. Qodir, tushundingizmi? Bu gap yaxshilab ketmoqchi-mi? Voy, rahmat. Bu amalni men o'ylab topgan. Yuqorida meni eng tayin qo'lladi. Unda o'z mening sizlarga yordamim kerak emas-ku. Voyya. Tozi kerak. Yeliq 2-akamni qafasga men solab qo'ygan. Ha? Agar boshqalar yeliq bag'chidiki nay. Voy, kechirsiz. Bu asrimning she'riyatga ancha kuch chiqmadi. Xo'sh, gapimiz kelsak, buni olgan 2 va 3-darajali akamlar o'zaro urush e'lon qiladi. Shuning bilan qo'lchimoqchilar etishib, pakiz yo'qoladi. Bu vaqtman hech qilmay ularni yo'qitaman. Demak, jahon mening bo'ladi. Dengap. Nima? Voy, yo'q. Men jahon tuziladi deyman. Buni o'zining meyda o'zining go'shini qo'yib, o'g'rini tozalash deb ataymiz. Shuning sizning heliq bag'oqchining mazmunini sirtqa chiqarishingiz bizga intayin muhim. Bo'libmi, sizga o'xshash odam qutqizgan qahramonning bu sirni oshkorlashi. Voy. Voy, ras. Qodir. Unda olsa, qapasdagi odamga sizlar bo'kton choptirmoqchimi? Xalqning manfaati uchun bu muammoning birisida. Ha? Unda olsa cho'qara. Mana. Bag'oqchini Gizxonga o'zingiz olib beringchi-mi? Voy, yetish yo'qli biz olib bersak, ular purlab. Tashkilotdan bu. Buning muxbirlarimiz boshqalarimiz jinim Qodir.
Voy, unda olsa qarang. Bunda ishlarni soqchilar indan yaxshi bir taraf qilib turdi. Soqchigan topshirib bendamsiz. Voy tova. Voy xudoyim, voy manin deganda. Hey! Buni ko'tirib soqchiga kim olib turdi? Siz? Men unda qilmayman. Bu gapni soqchilarning og'zidan olsa, bu o'g'irgular ishonmaydi. Bizga bir odatga bir puxra qahramon kerak. Siz dal shu qahramon. Men? Ya. Siz ikkinchi kam to'mir qisqishib qutulib oldingiz emasmi? Uning ustiga sizning ish bilan ilishkingiz rost. Uning ustiga siz jamiyatga otga ham rostchil odam. Agar siz bu yerlaringiz bilan bu xabarni aytsangiz, butun xalq alam ishini bu keng xalqimizning ko'ygisi bor, qo'shindikilarning ko'ygisi yo'q bir ish. Men qarang. Voy, qo'pollarni. Men axborot organlarining oldiga chiqsam bo'lmaydi, tushunyapsizmi ya? Men yordam qilolmayman. Men sizga o'tinib qolaman. Boshqadan bo'lmaydi. Yordam qilolmayman. Qodir siz yordam qilolmayman. Qodir siz yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Qo'yinglar. So'zlarni vaqti tutga o'xshaydi jinim. Voy, Qodir, muskullarimiz bakpalankana, shuninglik ishni qiynalmayli yengibsiz-da. Qarang, Umar efendim, bizning qodimning rostini mijoz yo'q. Shuni baqu. Qarang, marhamat. Mening mağdaga vaqtim bo'lib qoldi. Men Qodir efendi bilan obdan paranglashib oldim. Qodir, men degan gaplarni yaxshi o'ylashing, obdan aramiling. Xo'sh. Qodir, xotinlarga yaxshi qarang. Xo'sh. Voy. Nimon taqada mashin siqdiqadi bu haq. Voy. Voy Qodir, bu zotni nima ish qilmoqchi-kan? Odamma? Ha. O nima dedim shu o'g'irdan tutish to'g'risida bir kitob yozmoqchi. Sizlardek taksi shofirmi yordamlasang olibdi-ka, deydi. Ko'rdim men bu odashni. To'g'ri, Oliyaning uyida. Bugün ne bo'ldi Qodir? Qapı so'yib. Voy Qodir, bu yerdan tutib qo'yma dedingiz o'jiringa. Voy menga. Voy. Kesin chiqib oldimi nima men? Ne ko'p qayma? Ay. Bu kimdi endi? Voy nimon taqamada bizning uyga sizg'ani bu kimdi endi? Bo'ldi. Voy jinim bo'ldi, o'zingizni oyog'ingga bo'ldi. Voy bo'ldi jinim. Biz uyda o'tolmay sirtqa chiqib ketaylik. Voy rasman. Ha, bo'ldi. Siz yotoq uyga kirib kiyimlaringizni almashtirib turib, men chiqib qarab boqay. Kim bo'lishidan qat'iy nazar men uni yo'qsin yutib, ishimizga kiraman. Azcha qarab buling, maqlansa. Aldırma. Asta o'yla. Yaxshi o'ylab olgandan keyin menga bu yerda qanday paydo bo'lib qolganini tushuntirib qo'ying. Men shu bir ishni tushuntirsam bo'lmaydi. Nima ish? Uy to'g'riliq. Xo'sh. Xalqim sizda. Uy mening. Hoy. Sizning. Lekin shikaylar atdigan do'st turgan vaqtda bu uy to'g'riliq bir eg'izim so'zlab qo'ymadingiz-ku. Shundoq. Men yana kelib doktorxon adresingiz xato qilib qo'yibdi desam, siz undaq emas demedingiz-ku. Shundoq. To'yqisiz o'ldirib qoldingiz shundaqmi? Ya. Qarang, men xato qildim. Doktorxonaga xato qildim. Shundaqmi? Amaliyotda ishkil uy mening.
Kızım? Ha? Kadir, biz sizin yardımınıza muhtaç. Ha? Ha? Bey, meni bir yer ko'rganda qilamsiz. Bey, meni bir yer ko'rganda Kadir! Biz sizin yardımınıza muhtaç. Yüz yardım kılar. Ezelden Adem'nin bunu yeydiğen vay bu gezittu. Hiç yok, siz aldırma yer verin. Toy ya. Kadir siz yardım kılmışsınız bombayı. Ben kılamayla buldum. Kadir yardım kılmışsınız bombayı. Boyutuna sen. Bomba. Bu koyun. Hadi. Bunların hafif git ya. Yardım kılmışsınız bombaydı o. O yardım kılamayla. Kadir. Hadi. Kıran Ömer Efendi, sizin kadından Muhabbet unime Baxit kuşum Aşıqның oxlamay Körgen çüşüm Sadaqat təklini Qadayni qışam Baharga cümler Uzun kışımın Muhabbet unime hayatqa bize Yürekке kuşlar Yana bir yürek Muhabbet beklide İnsanlar aziz Söygüsüz bu cananğa cihan Cehennek yürek
شمو